395 milyon so'mga 77 kvadrat 3 xonali kvartira. Dokumenti tayyor. Xalasas kredita, xalasas naqd pula sotiladi. Ko'rib turganingizdek, shu yerimiz zal. Zalni o'zini balkoni ham bor. Kattagina zal ko'rib turganingizdek. Bu televizorni kelsangiz qoladi ekan. Oyoq ostiga gilamlar döşalgan, potolog ham baland ekan. Yaxshi ham baland, 4 metrlarcha bor. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Biz uzun koridor, podyezddan kirib kelish eshigingiz, iblis prixo'ji bo'lib turadi. Ajoyib, bundan bir dona prixo'ji qo'yib berasiz, chiroyli bo'lib turadi. Chap qo'limizda spalni, aynasi pajani xota qaragan. Shpakulapkadan chiqib fon berilgan. Potologlari baland ekan, lekin sho'rlar yoqdi. Potolog yaxshi ham baland. Bu yerimizda yana bir spalni, ataplenes sistemasi toza o'tirilgan ekan, hamma yerali. Joyimiz srochniy sotilishi kerak, srochniy pul kerak. Ya'ni ataplener yaxshisidan, tozasidan o'tirganlar. Bu yerimiz kuxni, duxkontenli kotel turibdi. Yan tarafimizda esa sanuzilar. Ya'ni sanuzilar kengina, aynan ham kattasidan qo'yib berganlar. Yana bu kir mashina, xolodilniki, televizori bilan kelsangiz qoladi. Orqa tarafında garaj ham bor ekan, o'zining garaji. O'zining kanalizatsiya sistemasi ham отдельный. Manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsam, manzilimiz G'oybu ferma ko'chada. Kottejlar bor-ku. Ash kottejning 2-etajida 3 xonali 77 metr kvadrat kvartira. 395 million so'm pul. Bas berasizmi? Kelishiladi. Addushi kelishib beraman dedi. Xalasas kreditga chiqarsangiz ham bo'ladi. Men kreditga kvartira so'rab berasiz-ku. Men sizga kreditga kvartira. Egasini nomerini qoldiraman. Shu ekrandagi telefon nomeriga telefon qilib, egasi bilan bog'lansangiz bo'ladi. Savdoni o'zingiz pishirasiz, inshaalloh. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lib qo'yishingizni chiqarmang.